Assalomu alaykum akalar. Bugun sizlar bilan tezkor avia. Bugun sizlarga Toshkentdan qo'yilgan reyslar haqida tushuntirib o'tamiz. Xo'p, sizlar ungacha YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarimiz sizlar uchun manfaatli bo'ladi. Xo'p, Toshkentdan Istanbulga uni vazoratligi 3.750.000 so'm chiqadi. Bez vazoratligi 3.300.000 so'm chiqadi. Toshkentdan uchadigan vaqti kechki payt 1:10 uchadi. Istanbulga qo'nadigan vaqti 04:30 borib qo'nadi. Toshkentdan Sochiga uni bagajligi 3.800.000 so'm chiqadi. Bez bagaji 3.550.000 so'm chiqadi. Toshkentdan uchadigan vaqti ertalab 7:05 da, Sochiga borib qo'nadigan vaqti 9:00 da borib qo'nadi. Hop, Toshkentdan Koreyaga Inchonga uni ikkita bagajligi 6.200.000 so'm chiqadi. Bitta bagajligi 6.700.000 so'm chiqadi. Toshkentdan uchadigan vaqti kechki payt 22:25 da, Inchonga borib qo'nadigan vaqti ertalab 8:25 ga borib qo'nadi. Toshkentdan Vladivostokka uni bagajligi 6.500.000 so'm chiqadi. Bez bagaji 6 million so'm chiqadi. Toshkentdan uchadigan vaqti ertalab 7:00 da, Vladivostokka borib qo'nadigan vaqti 19:00 da borib qo'nadi. Toshkentdan Rigaga uni bagajligi 5.700.000 so'm chiqadi. Bez bagaji 5.250.000 so'm chiqadi. Toshkentdan uchadigan vaqti ertalab 8:15 da, Rigaga borib qo'nadigan vaqti 12:00 da. Akalar, sizlarni reyslar bilan tanishtirib o'tdim. Biletlarimiz arzonligida ulgurib olinglar. Narx-navolar ko'tarilishda davom etyapti. Bizning manzilimiz Farg'ona shahar Tojmahal ro'parasida. Kimga qanaqa arzon aviabiletlar zarur bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. 24 soat aloqadamiz. Masofamiz uzoq bo'lsa akalar, biletlaringni onlayn ravishda ham yozib beraveramiz. Telegram yoki WhatsAppdan pasportlaringni rasmini tashlasalaring, sizlarga aviabiletlaringni rasmiylashtirib, onlayn variantini telegramlaringga tashlab beramiz. To'lovini klik orqali to'lov qilasizlar.